Bu o'quvchimizning yoshi 21 yoshda. Ismi Olim. Bolamizning tashxisi autizm. Autizmni turlari bor. Mana shundan Asperger sindromi qo'yilgan. O'zbekistonda 2012-yilda autizm tashxisi qo'yilgan bo'lsa, bu o'quvchimizning yoshi katta bo'lganligi natijasida uydagilari Hindistonda borib autizm tashxisini qo'ydirib kelishgan. O'quvchimizda matematik tushunchalar shakllantirilgan. Og'zaki ravishda, ya'ni 33 boshingda, 12 qo'lingda qilib o'rgatilgan. Ma'lum bir vazifani keyinchalik bajarish uchun, ya'ni korzinka yoki marketlarda o'zi mustaqil ravishda savdo qila olishi uchun pulda o'rgatyapmiz. Ya'ni og'zaki misol beramiz. 33 ming qo'shuv 22 ming. Mana shuni esa pulda 33 mingni, undan keyin esa 22 mingni, keyin esa ana shu ikkita pulni qo'shib berish kerak. Ya'ni bundan asosiy maqsad, oldingi aytib o'tgan maqsadlarimdan tashqari katta va kichik tushunchasi, ya'ni pulni taniy olish. Birinchi navbatda 20 ming, undan keyin esa 10 ming, undan keyin esa 12 ming qo'ya olish. Keyingi navbatda esa autizm tashxisli bolalarda milk motorika ham yaxshi rivojlanmagan bo'ladi, ya'ni qo'lning harakatlari. Bunda esa boshlang'ich endi pul bilan shug'ullanayotgan davrimizda bola pulni sanashni ham bilmasdi, ushlay olmasdi. Mana bunda esa o'zi pulni ushlab bemalol sanay olish qobiliyati ham bor.